أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 48. Sure Fatih Medine'de nazil bo'lgan 29 oyat. Nahayt şefqatlik, mehribon Allah'ın ismi bilan boshlayman. Allah'ның sening ilgirki va keyingi gunohlaringni kechirishi uchun, sana bergan ne'matini mukammallashtirishi uchun, seni to'g'ri yo'lga boshlashi uchun, sana kuchli yordam berishi uchun, sana biz haqiqatan ro'shan g'alaba ato qildik. Mu'minlarning iymoniga iymon qo'shilishi uchun Allah ularning dillariga tamkinlikni tushirdi. Osmonlarning va zaminning, farishtalardan, jinlardan, hayvonlardan va tabiat hodislaridan bo'lgan qo'shinlari Allohningdir. Allah xalqning ahvolini bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Mu'minlarning dillariga Allohning tamkinlik tushirishi, har ayol mu'minlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan, ular mangu qiladigan jannatlarga kirgizishi va Allohning ularning gunohlarini kechirishi uchundir. Allohning dargohida bu zo'r muvaffaqiyatdir. Mu'minlarning dillariga Allohning tamkinlik tushirishi, munofiq va munofiqlarga, mushrik va mushrikalarga azob qilish uchundir. Ular Allohga qarata, Alloh payg'ambariga va mu'minlarga yordam bermaydi deydigan yomon o'yladi bo'ldi. Ular mu'minlarga yetsin degan halokat ularning o'zlariga yetadi. Alloh ularga g'azab qildi. Ularni rahmatidan yiroq qildi. Ularga jahannamni tayyorladi. Jahannam nima degan yomon joy? Osmonlarning va zaminning qo'shinlari Allohningdir. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Biz haqiqatan seni qiyomat kuni xalqqa guvohlik berguvchi, mu'minlarga jannat bilan xushxabar berguvchi, kofirlarni azobdan ogohlantiruvchi qilib avatdik. Sizlarning Allohga va uning payg'ambariga iymon etishinglar uchun, uni yana payg'ambarni ulug'lashinglar va hurmatlashinglar uchun, atdiganda va oqshomda tasbih etishinglar uchun biz payg'ambarni avatdik. Shubhisizki, ey Muhammad, Hudaybiyada sana Rizvan bayitini qilganlar haqiqatda Allohga bayat qilgan bo'ladi. Allohning qo'li ularning qo'lining ustidadir. Kimki ahdini buzadi ekan, ahdini buzganligining ziyni uning o'ziga bo'ladi. Alloh bilan qilgan ahdisiga vafo qilganlarga Alloh buyuk ajr ato qiladi. Hudaybiyaga chiqmay qolib qolgan munofiq arabiylar sana biz mollarimiz, bola-chaqalarimiz bilan bo'lib qilib, sen bilan chiqanmidik, biz uchun mag'firat talab qilgan deydi. Ularning tili bilan aytqini dilidagi so'z emas. Aytqinki, agar Alloh sizlarga biroz ziyonni yoki foydani iroda qilsa, kim sizlar uchun Allohning oldida biror narsaga dal bo'la oladi? Ya'ni kim sizlardan Allohning xohishi va qazosini to'siya oladi? Undaq emas. Ya'ni ish sizlar o'ylagandek emas. Alloh sizlarning qilmishinglardan to'liq xabardordir. Balki sizlar payg'ambar va mu'minlar oilasiga mangu qaytmaydi deb gumon qildinglar. Bu gumrohlik dillaringlarda chiroyli tuyuldi. Sizlar yomon gumonda bo'ldinglar. Sizlar halok bo'lg'uchi qavm bo'ldinglar. Kimki Allohga va uning payg'ambariga ishonmaydi ekan, u kofirdir. Shubhisizki, biz kofirlarga do'zaxni tayyorladik. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Allah xohlagan odamga mag'firat qiladi, xohlagan odamga azob qiladi. Allah nihoyatda mag'firat qiluvchidir, nihoyatda mehribondir. Hudaybiyaga chiqmay qolib qolganlar g'animat ilish uchun chiqqan vaqtlarda bizmi sizlar bilan birga chiqayli deydi. Ular Allohning Xaybar g'animati Hudaybiyaga chiqqanlarga xos degan so'zni o'zgartmoqchi bo'ladi. Ularga aytqinki, biz bilan chiqishinglarga hargiz bo'lmaydi. Allah ilgari mushundaq degan. Ular undaq emas, ya'ni Allah undaq demagan. Sizlar bizga hasad qilyapsizlar deydi. Undaq emas. Ular Allohning kalomini faqat yuzagini tushunadi. Hudaybiyaga chiqmay qolib qolgan arabiylarga sizlar jangovar bir qavm bilan urushga chaqirilsizlar yoki ular urushsizlar musulmon bo'ladi, ular bilan urushmaysizlar. Agar sizlar buyruqqa bo'ysunsanglar, Alloh sizlarga chiroyli ajr ato qiladi. Agar sizlar ilgari qilib qolgandek yana qilib salsanglar, Alloh sizlarga qattiq azob qiladi degan. Jihadga chiqmasa, amog'i gunoh bo'lmaydi. To'kurg'imi gunoh bo'lmaydi. Kasalgimi gunoh bo'lmaydi. Kimki Allohga va uning payg'ambariga itoat qiladi ekan,
uni Allah ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Kimki o'zdirsiz jihoddan bosh tortadi ekan, Allah uni dunyoda xo'rliq bilan, oxiratda o't bilan qattiq azoblaydi. Allah mu'minlardan haqiqatan rozi bo'ldi. Ey Muhammad, o'z vaqtida ular Hudaybiyada daraxt soyasi ostida sana bayat qildi. Allah ularning dilidikini yana rostlik bilan vafoni biladi. Allah ular bayat qilayotganda tamkinlik tushirib berdi va ularni yaqin g'alba, ya'ni Xaybarning fatih qilinishi bilan va ular oladigan nurg'un g'animatlar bilan mukofotladi. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Allah sizlar oladigan nurg'un g'animatlarni sizlarga va'da qildi. Buni yana Xaybarning g'animatini hammadan burun ato qildi. Sizlarni dushmanlarning qul qilishidan saqladi. G'animatlar, Makkaning fatih qilinishi, Masjid-i Haramga kirish, mu'minlarga nishon bo'lib qilishi uchun va sizlarni to'g'ri yo'lga boshlash uchun Allah shunday qildi. Allah yana o'z kuchinglar bilan qo'lga keltirolmaydigan, Allah uning sizlarga muyassar bo'ladiganligini to'liq bilgan bir g'animat, ya'ni Makkaning fatih qilinishini sizlarga muyassar qildi. Allah har narsaga qodirdir. Agar kofirlar sizlar bilan Hudaybiyada urushsa, albatta orqasiga qarab qochadi. Ondan o'zlariga hech ega va yordamchi topolmaydi. Bu ya'ni kofirlarni mag'lub qilish, mu'minlarni g'alaba qildirish Allohning ilgiridan tortib tutib kelayotgan yo'lidir. Allohning yo'lida hech qanday o'zgarish topolmaysan. Allah ularni sizlarga qo'l silishdan to'sdi hamda ular ustidan g'alaba qilganlardan keyin Makkaning ichida, ya'ni Hudaybiyada sizlarni ularga qo'l silishinglardan to'sdi. Allah qiladigan ishlaringlarni ko'rib turg'uchidir. Ular kafir bo'ldi. Sizlarni Masjid-i Haramdan va tutib turilgan qurbonlikning o'z joyiga yetishdan to'sdi. Makkada sizlar bilmaydigan ayol mu'minlar bo'lib, sizlar bilmasdan ularni o'ltirib qo'yish bilan gunohga giribtor bo'lishinglarning xavfi bo'lmasaydi, albatta Allah Makkaga kirishinglarga ruxsat qiladi va sizlarni kofirlarga musallat qiladi. Allah xohlagan odamni rahmati doirasiga kirgizish uchun sizlarni Makkani fatih qilishdan to'sdi. Agar ular ayrilsa, ya'ni mu'minlar kofirlardan ayrilsa, ularning orasidagi kofirlarni qattiq azob bilan azoblaydik. Kofirlar qiziqqanligini, jaholiyat davrining qiziqqanligini dillariga pukkan chaqda Allah payg'ambariga va mu'minlarga tamkinlikni tushirdi. Ularga taqvo kalimasini, ya'ni kalima tavhidni ixtiyor qildi. Mu'minlar taqvo kalimasiga eng loyiq edi va uning ahli edi. Allah har narsani bilguchidir. Allah payg'ambariga haq ravishda haqiqiy rost tush ko'rsatdi. Ey Muhammad, sen va sahobalaring Allah xolisa dushmandan amin bo'lgan, ba'zilaringlar chachlaringlarni tushirgan va ba'zilaringlar qirqigan holda qo'rqmay cho'qim Masjid-i Haramga kirsizlar. Allah sulhdagi sizlar bilmaydigan foydani biladi. Allah buningdan burun sizlarga yaqin bir qalbini, ya'ni Xaybarning fatisini muyassar qildi. Allah haq dinni bütün dinlardan ustun qilish uchun payg'ambarini hidoyat bilan va haq din bilan avatdi. Muhammad alayhissalomning Allohning payg'ambari ekanligiga guvohlik berishga Allah yetarlikdir. Muhammad Allohning rasulidir. Uning bilan birga bo'lgan mu'minlar kuffarlarga qattiqdir. O'zaro kuyimchandir, ularni ruku qilgan, sajda qilgan holda ko'rsan. Ular Allohning fazilini va roziligini tilaydi. Ularning yuzlarida sajdaning alomatlari bor. Ana shu ularning Tavratdagi sifatidir. Ularning Injildagi sifati bo'lsa, ular shaq chiqargan, kuchlanib cho'ngaygan, ondan o'z qo'li bilan o'ri turgan, buluqligi va ko'rkam ko'rinishi bilan dehqonlarni mamnun qilgan bir ziroatga o'xshaydi. Mu'minlarni mundoq ziroatga o'xshatish kuffarlarni xafa qilish uchundir. Allah ularning ichidan iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga mag'firat va katta ajr va'da qildi.